Aka uzoqda gayi turibdi, nima qilamiz? Sirasi to'xtaymiz, men sizga lifehack ko'rsataman. Qanaqa lifehack? Hozir qarang. Nomida biz, dokumenti ham yo'q, daverni. Tem bo'lib Qirg'izistonga ketyapsiz hozir. Qarab turing. Shuni to'xtaysizda, avarinkani yoqasiz. Uzoqda gayi bor, xo'p. Kapotni ochasiz. Tushunmani? Tushing. Sizlarga zo'r lifehack foydalaninglar. Uzoqda gayi qo'lidan. Shu ko'tarib qo'yasiz. Aha. Xatlarni ko'rasiz o'zingizcha, mana antipressni ko'rasiz. Eng qizig'ini aytaymi? Bu paytda shopir tushish kerak, to'g'rimi? Shopir o'rnashyapti. Motorni ko'rgandek bo'lamiz, sekin yana o'tiramiz. Sizlar shopir alishdi mashina. O'tiring. Uji bo'ldi shu bilan. Bu yoqda o'tirdi, shopir ketaveradi. Mabodo uzoq safarga chiqsalaring, sizlarda ham shunaqa holat bo'ladi. Alishib mashina haydaysizlar-ku, uzoqdagi ko'rib qolsalaring, to'xtaysizlar-da, shundoq alishib olasizlar. Xuddi shu holatda. Xullas, videoni uzoq safarga yuradigan do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Lifehackni sizlar menimcha bilardilaring, bilmaganlarga bir eslatma bo'ldi.